Do'stlar, bu uyimizni 140 deb chiqargan edik. Endi uyda egasiga pul juda ham zarur bo'lib qolibdi. 125 ming dollar deyapmiz. Xudo xolasa kami ham bor ekan. Qaytarma, orqamdan qaytarma desam qaytarishaveradi do'stlar. Bugun 11-mart 2026. Qaytaring. Assalomu alaykum do'stlar. Bu safarga sotilayotgan xonadonimiz Qirg'iziston o'shari 10 adirga chiqasizlar. 123 larda kanechkasi kanalda past tomoni bo'lyapti. 5,5 kapadan kirsanglar ham bo'laveradi. Badr masjidlarida oldidan kirsanglar ham bo'laveradi. Oldilarimizda maktablar bor. Aynan bu yerlarimiz endi massiv kalelin deyiladi ekan. 117-ko'cha, 15-xonadonimiz. 6 sotidan iborat ekan. Puli 125 ming dollar kami ham bor ekan do'stlar. Tevalarimiz ariqlar o'tgan mahalla, xullas juda ham yaxshi joylar. Bu yerlar suv svetlarimiz bor, oqim suvlarimiz bor do'stlar. Gaz ham kelgan mana do'stlar, qaranglar mahallamizni. Gazlarimiz ham kelibdi mana. Va uyimizni ham chiroyli qilib qaranglar, uje boshlab qo'yishgan pishig'ishlarda. Bu uyimizni hattoki podvallarda ham bemalol bunday yashasanglar bo'laveradi. Bu podval bo'lib, unaqa sklad qiladigan podval emas. Bu haligi bir normal bir xona qilsanglar bo'ladigan qilib boshlashibdi. Do'stlar, buni chiqargan edik. Lekin juda ham pul zarur ekan. Ko'rganlar bo'lsa ko'rdi, ko'rmaganlar uchun yana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Sanimizda mevali daraxtlarimiz bor. Uyimizning to'rlarida hojatxonalarimiz bor. Mana bu uzun bitta zalimiz ekan, mahallamizga qarab tushgan. Robotxonamizni yonboshi bo'lyapti. Mana bu plitalarni qo'yib chiroyli qilib qilishayotgan ekan. Endi sotish kerak bo'lib qopti do'stlar. Bu yoqqa chiqqanimizda bu yerda misol bir ochiq so'ri qilsanglar bo'ladigan yana bitta joyimiz bor. Va kirganimizda bu yerimiz bir xo'lchamiz deylik, mana xo'limizdan ana boyagi zalimizga kira olasizlar. Va mana bu yerda sanuzul uchun, ya'ni hojatxona, dushlar uchun bitta xonamiz bor. Buni oldida ham yana bitta xonamiz joylashgan, mahallamizga qarab tushgan. Mana bu podvalga tushadigan va buni ustiga ikkinchi qavat qilsalar ham bo'laveradigan, chunki monolitlar ham yo'q, mana siz poyez moshti qilib qilingan ekan, qaranglar. Buni ustiga ham chiqsalar ham bo'laveradi. Bu yoqda mana podvalimizning xo'tlari, ya'ni podvalimiz ham kattagina 3 metrlik bo'ylari, hozir buni ham ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni lesitsamizni 10 ekan bu yerimiz. Hoppa, do'stlar, podvalga tushib oldik. Haqiqatan bu podval bo'lib yer tagiga kirib ketgan podval emas ekan, qaranglar. Mana bo'ylari baland, hamma yo'g'i regal disklarini moshni qilingan ekan, 3 qavatga moslashtirib, podvallarimizni ham chiroyli qilib bir spalni, bir xonalar qilib olsanglar bo'ladigan joy ekan. Mana motomonlarimizda ham joylarimiz bor ekan. Buni ichini misol qatyonni xola qiladigan bo'lsanglar ham bo'laveradi ekan. Misolcha bu meni ideyam bo'lyapti. Podvallarimizni ko'rib chiqdik. Endi o tevamizda lesinsadan chiqqanda ro'paradagi ochiq so'ri dedim. U ham misol kuxnya qilsanglar ham bo'laveradi. Va mana bu yerda ham katta xonamiz bor ekan. Buni ham xohlasanglar bir letniy variantda bir kuxnya qilib qo'yinglar yoki maza qilib o'tiradigan bitta chiroyli, quyoshli xona ekan, o'tiradigan xona qilib qo'yinglar do'stlarim. Buni oldida juda ham chiroyli tushgan bitta spalnimiz bor. Buni bir detskiy spalni yoki katta operatorlar o'tiradigan bitta xona qilsanglar, mana sizlarga tayyor. Hamma yo'g'i elektromontajlari putgan ekan. Buni oldida o'choq ekan do'stlar, mana. Misol tandir, o'choqlar qilaman desanglar, mana. Mana bu hojatxonamiz. Mana bularimiz endi временный навесlarimiz, bunni ham taglariga betonlari quyilgan ekan. Pul berib turib, u yoqiga misol pulinglar yetmay qolsa, mashinalar bo'lsa, mashina bilan gaplashish yo'llari ham bor ekan. Barterlari do'stlar. 0888 bilan 530. Qaytaraman, 888 bilan 530 va 0500 bilan 58 44